Bo'yin va belda uchraydigan grijjalarni har doim ham operatsiya qilish kerak emas. Video davomida qachon operatsiya qilish kerak va qachon konservativ davo choralarini qilish kerakligini hozir yoritib o'tamiz. Quyidagi holatlarda operatsiyaga muhtojlik kuzatiladi. Agar bo'yin yoki belda chiqqan grijja juda ham nervlarni bosib qo'yadigan va nervlardagi o'lish yoki bo'lmasam yomonlashish belgilari paydo bo'lib boshlaydigan bo'lsa, oyoqlarda yoki qo'llardagi kuchsizlanish, ma'lum bir harakatlardagi cheklanishlar bo'ladigan bo'lsa, ich kelishi, peshob kelishi va jinsiy aloqani zaiflashishi bilan kechadigan bo'lsa, bu holatlarda zudlik bilan operativ davo choralari qo'llaniladi. Lekin bizga murojaat qiladigan bemorlarimizni 90% holatda konservativ davo choralari bilan davolashimiz juda ham yaxshi effekt beradi. Konservativ davo choralariga quyidagilar kiradi. Umurtqa pog'onasiga qilinadigan mashqlar, u sohaga qilinadigan massaj, manual terapiya, kinezoterapiya, igloterapiya va shu qatorda umurtqa pog'onasi kanalining ichiga jo'natiladigan epidural inyeksiyalar hammasi shular qatoriga kiradi. Va bular bilan agar grijjamiz kichkina bo'ladigan bo'lsa va nervga berayotgan bosimi juda ham kuchli bo'lmasa, 90% holatda juda ham yaxshi rezultat olish mumkin. Bizning tavsiyamiz, avval mana shu muolajalar qilinadigan bo'lsa, sizda agar o'zingizda bir defekt sezadigan bo'lsangiz, ya'ni qo'lda yoki oyoqlarda kuchsizlanish, harakatlarning chegaralanishi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, albatta neyroxirurg, vertebrolog ko'rigidan o'tib, ularni tavsiyasi bilan bu muolajalarni qilishni tavsiya qilamiz. Agar sizda ham grijja muammolari qiynayotgan bo'lsa, qabulimizga navbatga yozib kelishingiz mumkin. Sizning holatingiz bilan yaxshilab tanishib chiqib, grijjadan xalos bo'lishingiz uchun yaqindan yordam beramiz.